birgina xato qilibdi. Onamning xizmatlarini bekamni ko'z qilib kelyapti-ku. Endi siz aytgandek kimdir yoshigadir uylanarman. Lekin bolalarim taqdiri nima bo'ladi? Ularning kelajagi nima bo'ladi, opa? Hozir ota mehriga zor bo'lib yurishibdi. Endi o'ylang. Bir keliningizdan jiyanlaringiz dilini og'ritib umraga borish necha yil bo'lyapti? Bolam, o'zing olib kelib bera qolgin endi. Borib, uzr so'rab, qaytarib olib kel bolalarimni. Xo'p, oyjon. O'zimning bolalarimdan Olib kelaman. hammang o'zlaring bilan o'zing qo'sha qarg'aring. Rahmat. Mana endi umrangiz muborak.